Hakim amaki salfetka oling. Iye, Soliha qizim. Nimalar qilib yuribsan qizim? Salfetka sotib yuribsanmi? Oying qani? Oyim anu oshxonada idish tovoq yuvayaptilar. Ha, shunaqa degan. Nech pul bitta salfetking? 10 ming so'm. Menga $100 ga sotasanmi? Ha? Buni tamaki dadam yaxshilar. Telefon qilsam, so'kib qo'yib qo'yaptilar. Dadamni sog'indim. Bularni juda yaxshi ko'raman. Ko'rsangiz aytib qo'ying. Xo'p qizim. Dadam bilan o'zim gaplashaman. Sen xafa bo'lmagin, xo'p? Bu pulni oyingga olib borib bergin. O'zingga yoqqan narsani olib beradi, xo'pmi? Xo'p, rahmat amaki. Sen nimaga bolalar oldi aqllilik qilib ketibording? Qizing seni yaxshi ko'rar ekan. Peki qo'y, ertalabda asabni buzma. O'zani ikkita mashinani dokumenti bitmayapti ekan. Bilasanmi nimaga ishdan orqaga ketyapti? Kecha kechqurun yana qizingni ko'rdim. Vlajin salfetka sotib yuribdi. Ayoling bo'lsa, oshxonada farrosh bo'lib ishlayapti. Sen bo'lsang, oz aliment to'layman deb qattiq yo'q, qorovulchiligiga dokumentingni to'g'rilaydi. Yaxshi ham ayoling or-nomusli. Bunaqa qiyinchiliklarga chidolmasdan fohish bo'lib ketganda nima qilarding? Qizingning kelajagi nima bo'lardi? Erkakmisan o'zi? Tushunmadim. Nima deganing bu? Nima shubhang bormi? Menga qara. Hayvonda ham jinsiy a'zo bor. Erkak bo'lib ko'rinish boshqa, erkak bo'lib yashash boshqa. Do'stim bo'lmaganingda o'zim bilardim.